ijtimoiy tarmoq faqatgina siz u bizni vaqtimizni oladigan, bekorchilikdan kiradigan joy emas. Chunki ijtimoiy tarmoq orqali juda ham katta sotuvlar, o'zingizni namoyon qilish, o'z ilmingizni, o'z bilimingizni taqdim etish va keyingi darajaga chiqish uchun, o'z ustingizda ishlash uchun eng qulay va eng zarur maydonga aylandi. Bilasizmi? Har kuni minglab odamlar Instagram, Facebook, YouTube yoki Telegramda nimadirlar qo'yishni, nimadirlar yozishni istashadi, ammo hech narsa qo'yishmaydi. Nima sababdan? Chunki ularda ijtimoiy tarmoqqa chiqish qo'rquvi bor. Men Gulnoza Shavkatovna, filologiya fanlari falsafa doktori, PhD, 15 yildan beri oliy ta'limda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida jurnalistlarga notiqlik, nutq madaniyati fanlaridan dars berayotgan notiqlik san'ati kitoblari muallifi, notiqlik bo'yicha media trenerman. Bugun ijtimoiy tarmoqqa chiqish qo'rquvi haqida gaplashamiz. Bugun aynan sizni qiynayotgan ijtimoiy tarmoqlarga qanday chiqish mumkin? Buni qo'rquvini qanday yengish mumkin degan savolingizga javob beraman. Bilasizmi? Siz yolg'iz emassiz. Bugun minglab odamlar har kuni Instagram, YouTube, Facebookka video qo'yishni istashadi, ammo buni qilishmaydi. Sababi ularda ijtimoiy tarmoqqa chiqishdan qo'rquv bor. Buning 4 ta sababi bor. Birinchisi tanqid. Tanqid o'z-o'zimizga tanqid. Odamlarni tanqididan qo'rqish. Shunchaki biz qilgan harakatimizda tanqid qilishlaridan qo'rqamiz. Eng achchiq haqiqat shuki, bu hayotda eng yomon tanqidchi bor. Bu sizsiz. Har kuni siz o'zingizni o'zingiz tanqid qilasiz. Har qanday harakatdan oldin bu to'g'ri bo'ldimi, yo'qmi, o'zingizni o'zingiz baholaysiz. Bu shunchaki xatolar bizga dars va keyingi safar buni tuzatish uchun imkon ekanligini tushunmaymiz. Buni tabiiy qabul qila olmaymiz. Normal deb hisoblamaymiz. Bu afsuski hammamizda bor. Ikkinchisi qiyoslash. O'zimizni boshqalar bilan qiyoslash. Ayniqsa bugun ijtimoiy tarmoq ideal hayotni ko'rsatayotgan paytda. Hamma ideal, hamma baxtli, hamma chiroyli, hamma professional. Siz esa unchalik emassiz. Siz qachonki o'shalar kabi bo'lsangiz, siz o'shandagina ijtimoiy tarmoqqa chiqmoqchi bo'lasiz. Olgan videongiz ularnikidek yorqin emas. Sizga bitta gap aytaman. Siz solishtirishingiz kerak odam faqatgina bitta odam. Bu sizni o'zingizni avvalgi holatingiz 3 yil oldingi, 5 yil oldingi. Bo'ldi. Siz boshqalar bilan o'zingizni solishtirmang. Uchinchisi, bu tabiiyki mukammallik sindromi. Eshitgansiz, to'g'rimi? Mukammallik sindromi har doim ideal bo'lishga harakat qilishimizda. Ijtimoiy tarmoqqa video olishdan oldin siz salonga borishingiz kerak yoki kiprikchalar qo'yib olishingiz kerak yoki chiroyliroq hududda, chiroyli manzarali joyga borishingiz kerak va hokazo. Sizga talablaringiz juda ham ko'p. Chiroyli gapirishni o'rganishingiz kerak, avval gapiradigan gapingizni qayta o'qib olishingiz kerak va hokazo va hokazo. Buning davomi hech qachon tugamaydi. Siz qancha mukammallikka intilarkansiz, sizni rivojlanishingiz va keyingi bosqichga chiqishingiz shunchalik kechikaveradi. To'rtinchisi, eng asosiysi, siz hech ham eshitmagan bu imposter sindromi. Endi eshitdingiz-a? Bu bugungi kunda judayam ko'pchilikda uchraydigan. Buni ba'zida firibgarlik sindromi ham deyshadi. Firibgarmanmi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, shunchaki imposter sindromi bu yetarli emaslik. Ya'ni siz videoga qo'yganingizda yetarlicha chiroyli ko'rsatmadingiz, aslingiz kabi ko'rinmadingiz degan qo'rquv va o'ylov. Siz qancha shu haqida o'ylar ekansiz, sizni ijtimoiy tarmoqqa chiqishingiz kechikaveradi. Siz video olasiz, lekin uni qo'ymaysiz. Ha, bo'ldi. Muammomizning sababini bildik. Xo'sh, nima qilish kerak dedingizmi? Unda eshiting. Birinchisi, soha mutaxassislarining aytishicha, siz nimadir haqida o'yladingizmi, qaror qildingizmi? Birinchi 10 yoki 5 soniyada shu ishni bajarishga kirishing. Agar siz bu soniyalardan o'tib ketdimi, bu ishni bajarmaysiz. Hayolingizga keldimi, bajaring.
Chunki 10-15 soniyadan keyin siz endi uni qilmaslikka sabablar topa boshlaysiz. Miya sizni himoya qila boshlaydi. Yaxshiroq gapirish kerak, mana bu so'zni almashtirish kerak, ko'zingizga qarash kerak va hokazo sabablar topib beradi va siz bu ishni aniq bajarmaysiz. Xuddi shunday bo'lgan-ku, to'g'ri emasmi? Ijtimoiy tarmoqqa chiqishni stories qo'yishdan boshlang. Chunki stories 24 soatgina turadi va bu sizni anchagina tinchlantiradi. Chunki 24 soatdan keyin u o'chadi va agar siz ko'pchilikka ko'rinishdan qo'rquvingiz bo'lsa, buni ma'lum bir odamlar uchun ko'rsating, yaqinlaringiz uchun. Bu uchun Instagram yaqin do'stlar funksiyasini yoqqan. Chunki buni rus tilida bliskiy друзья deyishadi. Ana shu bliskiy друзья uchun video oling 3 kun. Keyin o'z auditoriyangizni asta-asta qo'shib boring. Va tabiiyki, sizda odamlar uchun gapirish, odamlarga gapirish ko'nikmasi shakllanib bo'lgan bo'ladi. Keyingisi, hech qachon ideal vaqtni kutmang. Chunki ideal vaqt hech qachon kelmaydi. Hozir qiling bo'ldi. Ideal muhitni, ideal vaqtni, hamma narsa tuzatishni kutmang. Shunchaki bajaring. Siz sevib kuzatayotgan blogerlar ham qachondir shunchaki chiqishdan boshlashgan. Shunchaki oddiy, hatto jinnicha videolardan boshlashgan. Siz ham oddiy videolardan boshlang. Har kuni yaxshilanib borasiz. Har kuni o'zingizga yoqmagan jihatni tuzatsangiz, bilasizmi? Bir qancha vaqtdan keyin, kamida bir oydan keyin siz mukammal video ola boshlaysiz. Agar buni har kuni bajarsangiz. Va mana shu yerda sizga keyingi sirni ham aytib ketdim. Bu muntazamlik. Siz bir marta emas, doimiy muntazam bajarib borsangiz, muntazam yaxshilanib boradi bu. Va eng so'nggisi, imposter sindromiga chalinganlar uchun. Judayam ko'p zo'r mutaxassislar 10, 15, 20 yillik zo'r tajribaga ega mutaxassislar ham ijtimoiy tarmoqqa chiqishga yetarlicha bilimim bor deb o'ylashmaydi. Bu imposter sindromining klassik varianti. Ishoning, sizning hozirgacha olgan tajribangiz, ko'nikmangiz va bilimingiz kimdir uchun judayam zarur ko'nikma. Siz bu juda oddiy-ku deb o'ylagan narsa kimdir uchun boshlanishida judayam zarur. Sizga buni real hayotimdagi bir keys bilan tushuntiraman. Mening qabulimga konsultatsiyaga bir judayam zo'r shifokor keldi. U Toshkentning eng dong'i ketgan klinikasida shifokor. O'nlab davlatlarda, hatto Amerika, Angliya, Yevropa davlatlarida malaka oshirgan. Lekin unda ham ijtimoiy tarmoqqa chiqish qo'rquvi bor. Va u uchun oddiy narsalar kim uchundir judayam muhim ma'lumot ekanligini tushunmaydi. U o'zi bilgan bilimlarni hamma biladi deb o'ylaydi. Afsuski unday emas. Xuddi siz kabi. U biladigan narsalar juda oddiy deb o'ylaydi, hamma biladi deb o'ylaydi. Afsuski, uning bilimi kim uchundir judayam zo'r ma'lumot bo'lishi mumkin. Xuddi siz kabi. Judayam oddiy, hamma biladi deb o'ylagan narsangiz aynan sizni tilingizdan kim uchundir judayam kerakli vaqtda kerakli ma'lumot bo'lishi mumkin. Buni unutmang. Shuning uchun bilganlaringizni, ko'rsatmoqchi bo'lganlaringizni shunchaki ijtimoiy tarmoqqa joylang. Xullas, bahona qilishdan to'xtang. Qo'rquv bu normal holat. Sizni bu to'xtatmasligi kerak. Va yana mukammallik mavjud emas. Ideal odamning o'zi yo'q. Odamlar real odamlarni yaxshi ko'rishadi, ideallarni emas. Harakat tanqiddan yaxshiroq. Siz 5 ta post yoki 5 ta stories qo'ysangiz, 4 tasi yaxshi bo'lishi mumkin, 3 tasi yaxshi bo'lishi mumkin. Natijada esa 3 ta yaxshi post bor. Bu harakat natijasi. Uyga vazifa. Telefoningizni oling. 1, 2, 3, 4, 5 deng va anchadan beri o'ylayotgan fikringizni post qiling. Eng asosiysi, ijtimoiy tarmoqlardagi mening sahifalarimga obuna bo'ling. U yerda bebaho bilimlar berganman.